Endi sizlar bilan ikkinchi xarajat to'g'risida gaplashsak, ikkinchi xarajat bu aytib o'tganimizda variable, o'zgaruvchan xarajatlar. Xo'p, o'zgaruvchan xarajatlarda kommentariyada qoldiringlar, sizlarning biznesingizda qanaqa o'zgaruvchan xarajatlar bor? O'zgaruvchan xarajatlar biznesni, produktni kolleksiyasi oshgani sari, ya'ni tovaringiz ko'paygan sari, trakingiz ko'paygan sari bu xarajatlar ko'payib boraveradi. Bu xarajatlarni kompaniya egalari juda ham qattiq kontrol qilish kerak va har doim sizda aytaylik trak sohasidan kelib chiqsak, traklaringiz ko'paygan sari sizlarda variable xarajatni narxi ko'rsatkichi kamayib borishi kerak. Ya'ni siz bitta trak bilan boshladingiz, sizda factoring fees 2%. Endi 1 oydan keyin yoki 2 oydan keyin sizda 10 ta trak bo'ldi. Siz hali ham 2% factoring fee to'lashingiz bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki sizda ob'yom oshdi. Ya'ni bitta trak bilan siz $28,000 gross qilsangiz, 10 ta trak bilan $280,000 gross qilasiz. Ya'ni 10 barobar oshdingiz siz. Endi siz factoring agentga telefon qilib aytsangiz bo'ladi, qo'rqmasdan, что meni factoring fee'imni qisqartirib ber, chunki men ob'yomga chiqyapman. Yana bitta muhim qoida, har doim shu xarajatlar ustida ishlasa foydaliroq bo'ladi. Ya'ni ko'p ownerlarimiz fixed rasxodimiz kattaroq bo'lgani uchun fixed rasxodlar ustida oyma-oy ishlashga harakat qilishadi. Bu noto'g'ri. Fixed rasxodda oyma-oy tura olmaysiz. Siz kontrakt period tugagandagina yengildan savdolashib tushirsangiz bo'ladi yoki kontraktni cancel qilib boshqa servisga o'tsangiz bo'ladi narxini tushirish uchun. Variable costlar, xarajatlar bu oydan oyga, haftadan haftaga tushirsangiz bo'ladi, ob'yomingiz o'sgani sari. Trakingiz ko'paydi, yonilg'ini skidkasi ham ko'paydi sizda. Ya'ni yonilg'idan kamroq xarajat qilasiz, ko'proq diskount olganingiz sababli. Ya'ni bunga misollar juda ham ko'p. Sizlar ham o'zingizlarni nima sohada bo'lsanglar, variable xarajatlarni sizlarning sohangizlardan eshitish qiziq bo'ladi. Kommentariyalarda qoldiringlar. O'ylaymanki, video juda ham foydali bo'ldi.